Atlarga niyat qilgan ekanlar, o'zlari gapiradilar. 0 pробег вообще. 0. Hurmatli do'stlar, hamshaharlar, hamyurtlar, mana notarius, mana Anvarbek kecha shunaqa bo'ldiki, telefon qildim, Instagramlar bilan bog'landik va menga pasportingizni jo'nating dedik, shunaqa bo'ldi. Keyin 10 minutdan keyin bilet olindi. 10 minutga bilet oldim. Bilet olindi va taklif qildik. Keldilar. Mashina mashmashasi bo'lib ketdi. Oxirgi payt sportchilar orasida biz ozgina uyalib qoldik. Shuning uchun qilgan ishimizga sabab o'sha bir ikkita boshqa davlatdagilar bizning ustimizdan kulganda ham bo'lgan videolarni ko'rdim. Ya'ni o'zbeklar bir-birining go'shini yeyapti degan joyda bizga ozgina og'ir botdi. Shuning uchun biz shuni avtozorga telefon qildik. Nech pul dedik, baraka qildik. Anvarbekka telefon qildik, sizga sovg'a bor dedik. Sportchi aka-ukalarimizni ichida o'zimiz ham bo'lganligimiz uchun sportda noni juda og'ir. Kiyimiga yetsa, vitaminlarsiz yetmaydi, unisiga yetsa, bunisiga yetmaydi. Agar oilali bo'lsa, undan ham og'ir. Shuning uchun biz chin ko'ngildan shu ikkita kamar egasi ukamizga shu mashinani o'z nomlariga hech qanaqa kreditlarsiz, hech qanaqa narsalarsiz оформить qildik. Yaxshi pullarga haydasinlar. O'zlari ham ikki og'iz gapirsinlar. Aziz akamiz kattakon rahmat. Keldim. Mashina o'zim nomimga, hech qanaqa krediti yo'q. Dogovorlar o'zim nomimga, 0 pробег akam. To'g'risi men birinchidan men bunaqa katta sovg'a deb o'ylamadim. Umrimda menga hech kim bunaqa katta sovg'a qilmagan ham. To'g'risi menda ancha hayajon bu hammada ham bo'ladi. Mana qo'l qo'yganlarda ham ozgina qalblarim даже yaxshi pochirkam ham o'xshamay qoldi. Niyat qilib yurardim, nasib bo'lsa men ham ko'plarni ko'rib havas qilib yurardim. Dadajonimga mana bir mashina sovg'a qilsam-da, mana Aziz akam tufayli men shu dadamga 0 probegli mashinani olib borib sovg'a qilaman. Aka, avvalambor sizga kattakon rahmat. Bayroq ko'taring, 100 yillik nishonamiz. Обязательно. Biz hech qachon sizlarga teshilsa demaymiz, do'stlar. Biz bu ishlarni yoki kimdir tanilish uchun emas, chunki meni o'zimga yarasha auditoriyam juda katta. Nabot so'nggi paytlarda taniqli bo'lish emas, taniqli emas bo'lishga harakat qilaman. Prosta bo'layotgan nohaqliklarga chidolmadim, jim tura olmadim. Imkoniyatdan kelib chiqib shu ishni qildik. Albatta yaxshi fikrlar bo'lsa kommentda qoldiring. Sizlarga ham Anvarga natijasi kabi bir emas, ikkita emas, 10 talab kamarlar nasib qilsin sportchi aka-ukalarimizga, UFC cho'qqilarga chiqinglar. Va yangi mashinalarni egasi bo'lib yuringlar. Undan-da katta natijalarga chiqinglar. Biz esa qo'limizdan kelgan aka-ukalar, biznesmenlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi qo'llab turish hech qachon esimizdan chiqmasin. Chunki bizda bitta osmon ostida bitta vatan bayrog'ini hamma har xil yo'nalishda ko'taramiz. Shuning uchun hammalarga nasib, yaxshi fikrlar bo'lsa, Sen yolg'izmassan, o'zing borsan, qochmassan.